Obunachilar, Qumteva parranda bozoridamiz. Yaponchalar jup qancha bo'lyapti aka? 180 ming. Zo'r. Ye. Kalamishmi bular? Kichkinada, mashinaga xolosda, ba'zi sayrashda. 50 mingdan ekan. Mana bular uxlayaptimi hozir? Kalamish ekan. Ondan ochib qo'yish kerak menda. Ochasiz? Obzor qilyapti, obzor. O, quyon. Quyon nech pul? Bunda 500 ming juda. Buyon 400 ming. Ya, ancha katta bo'ladimi mana ular ham? Bu bollarimi? Ye. O'g'illarimi? Bu nima? Sulkalamish deyapti-ku. Ajoyib narsa ekan. Ha, suvenirni narsa ekanda, suvenirni. O, to'ngaylar chiqdi, to'ngaylar. Xo'roz qancha? Bu qora shahzoda, a? Chers. Chers ekan. G'ulg'ullar qatta sotadi akalar. G'ulg'ullar qatta. Nada. Bunlar bari Kaptar bozori ekan u. Go'jalarimiz qancha bo'lyapti aka? 14 ming so'mdan jo'jalarimiz. Kelaverasizlar. 15 ming qo'yardim. Qo'yib so'ra oldim. Katta bo'lishi damashlik yutibida. Paypallar, paypallar 15 mingdan ekan paypallar. Bular qanchadan aka? 15 ming. Bular ham 15 ming ekan mana. Yaponchalar qancha bo'lyapti ukaxonimiz? Yaponchalar 40 mingdan 30 mingdan 40 mingdan 30 mingdan mana yaponchalar bor ekan. Hurmatli obunachilar, kelaverasizlar. Meta quyonlar ham bor ekan mana.